Hozir bitta bola oldimga keldi. Nosotib oldi deb o'ylagandir. Kappa taqolmanda jag'im to'g'irlanishi uchun va meta ochkisi bor ekan, ya'ni ko'z o'ynagi, o'sha bilan videoga olishni boshladim. Xullas mana shunaqa o'qib gapirdim. Yana kappa taqqanda og'iz ishib qoladi-ku. Nimaga kelibdi? Soat sotishayotgan ekan. Shunga menga bittasini sovg'a qilmoqchi bo'libdilar. Ismini faqat adashtirib yubordilar. Akbar Shoh aka aktivist ekanlar. Mana bunaqa soat ekan. Soat chiroyli, klassik uslubga ega bo'lgani uchun, lekin uzib deb anaqa yozib olib, nima desa bo'ladi? Bilmadim, nimagadir shunaqa narsalarni bir muxlis emasman. Endi aytishadi-ku, kimdirlar bloknotlarga, soatlarga, mashinalariga shunaqalar deb yozib olishadi. Buni nima desa bo'ladi? Vatanparvarlik yoki boshqa narsa deb o'ylashligi mumkin, lekin men unaqa deb o'ylamayman nimagadir shu narsani. Vatan degan narsa yurakda bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim. Qanaqadir bir bunaqa detallarda ko'rinadigan narsa deb o'ylamayman. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Soati lekin o'z uslubi chiroyli.